Sevinch Mo'minova avtohalokatga uchraganligi haqidagi yomon xabar barcha kuzatuvchilarni larzaga soldi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Sevinch Mo'minova bergan so'nggi intervyusida barchasini oldindan bilganligini va tushida ayon bo'lganligini ma'lum qildi. Dadam rahmatli Oxunjon Madaliyevning ustozi bo'lganlar. U kishidagi iqtidorni ko'rib birga ishlaganlar, albomlarini chiqarganlar. Toshkentda paytlari syomka guruhini xonadonlarida chaqirtirib kelib olingan. O'shanda dadam kelib olinayotgan vaqtda mening ham bir qo'shig'imga kelib olishini so'raganlar. Oxunjon Madaliyev ham mayli deganlar. U vaqtlar endi ijodni boshlayotgan damlarim edi. Shunday qilib hovlida men uchun ham kelib olingan edi. 2 marta ilohiy tush ko'rganman. O'ylab qarasam ikkisining ham ta'biri ajrim bilan tugarkan. Shuning uchun odamning peshonasida yozilgan baribir bo'larkan. Undan qochib qutula olmaskanmiz deb aytaman. Tushimda 4 qavatli katta derazali binoda ko'p odamlar to'planib turgan emish. Qiyomat bo'layotgan emish. Men Sharof qizim uchalamiz ham shu yerda turgan emishmiz. Qizimni qo'limga ko'tarib olgan ekanman. Vahima boshlanibdi. Oxirgi zamon, dunyo tugayapti deyishayotgan emish. Osmondan qop-qora bulut boshimiz tepasiga qarab kelyapti. Bulut o'tgan yerlar yonib ketyapti. Yulduzlar yerga to'kilyapti. Qop-qora bulutlarning orasidan nimalardir qo'shilib tushyapti. Hamma yoq yonib, tep-tekislanib, biz tomonga yaqinlashib kelayotgan edi. Bir zumda nafasim to'xtabdi. Hamma qochayotgan paytda men ham Sharofga yugurib, ketaylik bu yerdan desam, u men ketmayman, shu yerda qolaman degandi. Yuring ketdik, bu yer yomon deyishimga qaramay u ko'nmabdi. Ko'zlariga qarab endi qizim bilan yolg'iz ketamizmi, ketmaysizmi deb qayta so'rasam ham biz bilan ketolmasligini aytibdi. Men bu yerda bolamni qoldira olmayman deb Sharofning o'zini qoldirgancha qizimni ko'tarib yig'lab ketibman. Keyinchalik bildimki, bu tushlarimda ajrashishim ayon bo'lgan ekan. Buncha uylanmagan yigitlar ba'zan ajrashganlar ham sovchi qo'yishadi. O'zim tengi bo'lsa ham mendan kichikroq insondan sovchi kelsa ham u insonning dunyoqarashi, fe'l-atvori menga to'g'ri kelsa, u insonga nisbatan iliqlik his qilsam, turmushga chiqishga rozilik beraman. Yosh bo'lsa ham fikrlashi katta bo'lsa, hayotni tushunadigan fikrlashi joy-joyida bo'lsa xo'p deyman. Albatta, agar ayoli vafot etgan yoki ajrashgan bo'lsa, unda ham nima sababdan ajrashganini bilishimga harakat qilaman. Chunki odatda ayollar yaxshi yerdan ajrashishni xohlashmaydi, deydi xonanda. Xonanda Sevinch Mo'minova avtohalokatga uchraganidan so'ng ahvoli yaxshi ekanini aytib, undan xavotir olayotgan muxlislariga ko'rinish berdi. Biz bilan qoling va kanalimizda yangiliklarni kuzatib boring.